523 guruh talabasi Isroil va Husnaning maxsus pedagogika va maxsus psixologiya fanlari taqdimoti. Bugungi mavzumiz eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning tafakkur xususiyatlari. Reja: eshitishda nuqson nima va qanday turlari mavjud? Ikkinchisi, eshitishda nuqson bo'lgan bolalar va ularning tafakkur rivojlanishiga ta'siri. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda olib borilgan tadqiqotlar. Uchinchi rejamiz. Eshitishda nuqson bo'lgan bolalar eshitish qobiliyati cheklangan yoki butunlay yo'qolgan bolalar bo'lib, bu holat ularning rivojlanish va o'qish, yozish, nutqni o'rganish kabi faoliyatlariga ta'sir qiladi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning tafakkur, rivojlanish, kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatishda maxsus yondashuvlar talab qilinadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning turlari: eshitish qobiliyati pasaygan bolalar yoki tug'ma eshitish nuqsoniga ega bo'lgan bolalar hisoblanadi. Eshitish qobiliyati pasaygan bolalar bu turdagi bolalar eshitish darajasi past bo'lib, ular to'liq yoki qisman eshitish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Ular tinch, normal eshitish tizimida muammolar mavjud bo'lgan bolalar. Tug'ma eshitish nuqsoniga ega bo'lgan bolalar esa bu tug'ilish vaqtida yoki ona qornida, bundan tashqari genetik sabablarga ko'ra eshitish qobiliyati yo'qolgan bolalar hisoblanadi. Eshitish qobiliyati pasaygan bolalar esa tug'ilganidan so'ng keyinchalik hosil bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning o'qish va ta'lim jarayonidagi o'ziga xos xususiyatlar, ta'lim metodlari va texnikalar. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus o'qitish usullari, maxsus tinglash texnikalari bor. Eshitishda nuqsonining tafakkurga ta'siri: maqsadlarni tushunish va e'tibor, kommunikatsiya qobiliyatlari kabilarga bo'lish mumkin. Maqsadni tushunish va e'tibor: eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ma'lumotlarni qabul qilishda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. E'tibor va konsentratsiya masalalari, kommunikatsiya qobiliyatlari, tilni o'rganish va muloqotda bo'lishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, so'zlashuv va eshitishidagi nuqsonlar bolalarning fikrlash va his-tuyg'ularini ifodalashga ta'sir qiladi. Tafakkur xususiyatlari: kognitiv qobiliyatlar, ijtimoiy muloqot, ko'nikmalar hosil qilish, ijtimoiy qobiliyatlarni keltirish mumkin. Kommunikativ qobiliyatlar: eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning muammolarni hal qilish, xotira va o'rganish jarayonlariga ta'sir. Ijtimoiy ko'nikmalarda ham qiyinchiliklarga duch keladi. Jamiyatga moslashib ketishda juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch keladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning jamiyatga moslashishidagi qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun tushuntirish ishlari va motivatsiya, psixologik yordamlar berish zarur. Muloqotga kirishishda qiyinchiliklar: bemorlarning motor va kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish ular uchun juda ham muhim jarayon hisoblanadi. Motor va kognitiv ko'nikmalar rivojlanishi bu eshitish jarayonini yaxshilashga yordam beradi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar ustida olib borilgan tadqiqotlar ko'plab sohalarda amalga oshirilmoqda, chunki eshitish nuqsoni yoki eshitish qobiliyatining pasayishi bolalarda rivojlanish, ta'lim va ijtimoiy moslashuvda muhim ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu turdagi tadqiqotlar quyidagi sohalarda olib borilmoqda: eshitish nuqsonining turli shakllari, erta tashxis va davolash, yuqoridagi yordamchi texnologiyalar va usullar, ijtimoiy va psixologik ta'sir, bilingvizm va til rivojlantirish. Tadqiqotlar bolalardagi eshitish nuqsonining turli darajalari va shakllarini o'rganadi. Ba'zi bolalar faqat ba'zi tovushlarni eshitolmaydi, boshqalar esa butunlay eshitmaydi. Tadqiqotlar eshitish qobiliyatining turli darajalarini va ularning ta'limga, psixologik rivojlanishga qanday ta'sir qilishini o'rganadi.
erta tashxis qo'yish va davolashning ahamiyati katta. Tadqiqotlar eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarni erta yoshlarda aniqlash, ular uchun moslashuvchan ta'lim, davolash metodlarini ishlab chiqish ustida olib borilmoqda. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun yordamchi texnologiyalar, masalan, eshitish apparatlari, ko'rishli alomatlar yordamida o'rganish metodlari va audiologik qurilmalar samaradorligi o'rganilmoqda. Ijtimoiy va psixologik ta'sirlar. Eshitish nuqsoni bo'lgan bolalar ijtimoiy va psixologik jihatdan qanday o'zgarishlarga uchraydi? Bu bolalarning o'zini tutishi, o'qish jarayonidagi muvaffaqiyatlar va boshqalar qanday ta'sir qiladi degan savollarni tadqiqotchilar eshitish nuqsoni bo'lgan bolalar orasida bilingvizm, ikki tilni bilish va til rivojlanishi haqida ham tadqiqot olib borilmoqda. Tadqiqotlar bunday bolalar uchun maxsus til o'rgatish metodlarini samaradorligini o'rganadi. Ba'zi bolalarda eshitish qobiliyati tug'ma tarzda rivojlanmagan bo'lishi mumkin, genetik sabablarga ko'ra, yoki ba'zida ularning eshitish tizimi yomonlashadi. Bu esa yuqoridagi qismdagi tahlillarga asoslanadi. Bunday bolalarda ko'pincha eshitish organlaridagi nuqsonlar bo'ladi, shuningdek tizimli kasalliklar, travma yoki akustik shikastlanishlar tufayli rivojlanishi mumkin. Xorijiy tadqiqotlar ham bor. Jordaniyada olib borilgan tadqiqotlar 4-5 yoshdagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar koklear implantdan so'ng vizualizatsiya, mantiqiy fikrlash va xotira kabi kognitiv ko'nikmalardan sezilarli yaxshilanishlar ko'rsatgan. Biroq implantdan keyin rivojlanish yoshga qarab farq qilgan. Bundan tashqari Buyuk Britaniyada, AQShda ham bunday tadqiqotlar olib borilgan. Buning hammasi eshitishi nuqsoni bo'lgan bolalarga yordam berish, ular uchun ta'lim tashkil etish, bilim olishini va jamiyatdan chetlashib qolishini oldini olish hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning tafakkurini rivojlanishida maxsus yondashuvlar va resurslar zarurligi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus yordam va qo'llab-quvvatlanishni ta'minlashning ahamiyatli hisoblanadi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.